Men Maryam. Bu nom oddiy tuyulishi mumkin, ammo uning ortida butun bir hayotning iztiroblari, sabrning cheksizligi va ayol qalbining ulug'vor kurashi yashirin. Qishloqning olis cho'llarida, ilm nuridan mahrum oilada dunyoga kelgan qizaloqning taqdiri. Otasining ko'zlarida sharmandalik bo'lgan, onasining mehriga zor bo'lgan Maryamning yo'li. Bu nafaqat bitta insonning, balki millionlab ayollarning qismati aks etgan chuqur hikoyatdir. Maryam dunyoga kelgan kuniyoq osmon unga qarshi bo'lgandek tuyuldi. Qishloqning chang bosgan yo'llarida, kitob o'rniga supurgi va qozon tutqizilgan qo'llarida orzularini yashirishga majbur bo'lgan bir qalb. Lekin Maryam bu faqat bitta qizning hikoyasi emas, bu o'z taqdirini o'zi yozishga ahd qilgan, jamiyat devorlarini sindirishga jur'at etgan har bir ayolning yashirin qo'shig'idir. Unda ilmga yetishgan har bir qadamning narxi, oila va jamiyat o'rtasidagi nozik muvozanat, o'zligini topish yo'lidagi yolg'iz kurash va oxir-oqibatda o'zini kashf etishning yorqin zafari bor.